Tasavvur qiling, siz shahardagi eng mazali pitssalarni tayyorlaydigan oshpazsiz. Buyurtmalaringiz ko'paygani sari sizga ishchi kuch kerak bo'ladi. Lekin xodimlaringiz xuddi sizdagi pitssalarni ishlab chiqarisha olmaydi, chunki ular sizni ketma-ketligingizni bilishmaydi. Shu daqiqadan boshlab sizda biznes prosesslarini opisaniyasi, ya'ni yozilishiga ehtiyoj paydo bo'ladi. Eng avvalo asosiy biznes protsess yoziladi. Bu xomashyodan boshlab mijoz qo'liga mahsulot yetib borgungacha bo'lgan, ya'ni biznesga eng asosiy daromadni olib keladigan biznes protsess hisoblanadi. Undan keyin yordamchi hamda qo'shimcha biznes protsesslar, funksiyalar bo'yicha yozib chiqiladi. Har bitta biznes protsess yozilayotganda HR ham ishtirok etadi, chunki har bitta protsessni o'zini buyurtmachisi bo'lishi kerak, ya'ni egasi bo'lishi kerak, uni ijrochisi bo'lishi kerak, nazoratchisi bo'lishi kerak va ularni motivatsiyasi haqida o'ylash kerak. L&D funksiyasini tashkil qilish va uni biznes protsessini ishlab chiqish haqida. Bundan tashqari, regional menejerlarning motivatsiyasi bo'yicha biznes protsessni ishlab chiqish mavzusida Sardor akani kichik master-klasslari bo'lib o'tdi. Sardor aka bu mavzularda leksiya o'qishga to'liq haqli bo'lgan odam deb hisoblayman, chunki ularni 20 yillik dunyoning eng yirik kompaniyalarida T&D mutaxassisi, L&D mutaxassisi sifatida tajribalari bor. Bundan tashqari bu master-klass Apex Pizza'ning Yunusoboddagi filialida bo'lib o'tdi va biz o'z ko'zimiz bilan juda ham nalajniy qo'yilgan protsessni guvohi bo'ldik. IT tizimlar, pechlar, uskunalar, jihozlar, eslatmalar barchasi inson omiliga bog'liqlikni kamaytirish, tizim ishlashini ta'minlash maqsadida yo'lga qo'yilgan. Eng zo'ri bu nafaqat nazariya, balki amaliyot ham bo'ldi. Apex Pizza bizani o'z pitseriyalariga taklif qilib, qanday qilib ular har bir buyurtmani tizimli tarzda boshqarishlarini ko'rsatishdi. Samimiy mehmondo'stlik, shirin pizzalar va hatto kichik sovg'alar ham bo'ldi. Bu tadbir emas, tashkiliy ertak bo'ldi desam ham bo'ladi.